Gruntlar mexaniki zamin va poydevorlar fanidan 7-chi amaliy mashg'ulot poydevorni siljishga bo'lgan turg'unligini tekshirish. Demak, bunda yuqorida 6-chi amaliy mashg'ulotimizda poydevorlarni ag'darishga bo'lgan turg'unligini tekshirib, demak minimum qiymatidan katta bo'lgan holatda aniqlaganimizdan keyin poydevorni siljishga bo'lgan turg'unligini tekshirish amalga oshiriladi. Bunda tekshirish shundan iboratki, siljishga turg'unligini ifodalovchi koeffitsient hisoblab topiladi va qurilish me'yorlariga ruxsat etilgan eng kichkina miqdori bilan taqqoslanishi lozim bo'ladi. Poydevorni siljishga turg'unligini ifodalovchi koeffitsient quyidagi formula yordamida aniqlanadi. Bunda gamma F1 demak ish sharoiti koeffitsient, ishonchlilik koeffitsiyenti, gamma S ish sharoiti koeffitsiyenti. F poydevor bilan poydevor ostidagi zaminda hosil bo'layotgan ishqalanish koeffitsiyenti hisoblanadi. Summa F1 demak poydevorimizda hosil bo'layotgan barcha vertikal kuchlar yig'indisini bildiradi. Keyingi qismida gamma F2 shtrix ishonchlilik koeffitsiyenti P demak bu joyda gorizontal kuch miqdori. Bu ifodadan siljish koeffitsiyentini qiymati topiladi va minimum qiymati bilan solishtiriladi. Buni hisoblab topishimiz uchun quyidagi amallarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Bunda summa F1 shtrix demak F bu joyda inshoot tayanchiga qo'yilgan vertikal kuch miqdori, Ft1 shtrix demak inshoot tayanchini suv sathidan yuqori qismini og'irligini bildiryapti. Ft2 shtrix tayanchni suv sathidan pastki qismini og'irligini ifodalab beradi. Summa P1 shtrix demak bu poydevor suvni ta'siri ostidagi og'irligini aniqlashni bildiradi. Summa grunt 1 shtrix demak o'sha poydevor ustidagi gruntning suv ta'siridagi og'irligini ifodalab beriladi. P bu joyda siljuvchi kuch, ya'ni inshoot tayanchiga qo'yilgan gorizontal kuch miqdorini amalga oshiryapti. Demak, bizda siljish koeffitsiyentini qurilish me'yorlari va qoidalari talabi bo'yicha 2-sinfga mansub gidrotexnika inshootlari uchun siljishga bo'lgan turg'unlik koeffitsiyenti ruxsat etilgan minimum qiymati 1,15 ni tashkil etadi. Bunda demak biz hisoblayotgan natijamiz 1,15 dan katta holatlar amalga oshiriladigan bo'lsa, demak bizni poydevorimiz siljishga uchramaydigan poydevor sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. F poydevor ostki yuzasini zamin gruntiga nisbatan ishqalanish hisobga oluvchi koeffitsient hisoblanadi. Bunda demak biz hisoblayotgan paytimizda qurilish me'yorlari qoidalaridan yoki demak shu fanga bog'liq bo'lgan metodik qo'llanmalardan qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Grunt turiga qarab demak miqdori qabul qilinadi.